Korrupsiya taraqqiyot kushandasi. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Namangan shahar hokimi va uning hamkorlari yirik miqdordagi pora olayotgan vaqtda qo'lga olindi. Ular qurilish uchun yer ajratish evaziga tadbirkordan 60 ming AQSh dollari talab qilishgan. Shu orqali hokimning noqonuniy faoliyatiga chek qo'yildi. Dastlabki lavhamizda shu kabi holatlar haqida batafsil tanishishingiz mumkin. Hokimiyat organlarida korrupsiyaga qarshi kurashish yo'nalishida Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazildi. Xususan, Namangan shahar hokimi va poyabzal ishlab chiqaruvchi mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari o'zaro til biriktirib, qurilish sohasida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan fuqarodan shahar hududidagi 35 sotiq yer maydonida joylashgan ma'nan eskirgan turar joy binolari o'rniga ko'p qavatli uy barpo etish huquqini olib berish va moliyalashtirish evaziga 60 ming AQSh dollari talab qilishadi. O'tkazilgan tezkor tadbirda dastlab jamiyat rahbari ushbu so'ralgan pul mablag'ini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Shundan so'ng tezkor tadbir davom ettirilib, shahar hokimi o'zining yana bir ishonchli odami bo'lgan hokimlikning devonxona mudiri orqali mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbaridan 60 ming AQSh dollarini olgan vaqtida uning noqonuniy harakatlariga chek qo'yildi. Guvohnoma Namangan shahar hokim devonxona mudiri jami 60 ming AQSh dollar miqdoridagi pullar. Hozirda Namangan shahar hokimi deputatlik daxlsizlik huquqidan mahrum qilinib, Davlat xavfsizlik xizmatining Namangan viloyati boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan unga va devonxona mudiriga nisbatan Jinoyat kodeksining 210-moddasi 3-qismi A bandi bilan, mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbariga nisbatan esa Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi va 28 orqali 211-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Shahar hokimiga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Ta'kidlash lozimki, tergov doirasida hokimning boshqa noqonuniy harakatlarga nisbatan ham huquqiy baho beriladi. Poraxo'rlik bilan bog'liq holat Toshkent viloyatida ham qayd etilib, qancha ekan? To'g'rimi? Sanoqning oxirigacha. Bo'ldimi? Bosh prokuratura xavfsizlik xizmati tadbir ketyapti hozir. Zangiota tuman qishloq xo'jaligi bo'limi bosh mutaxassisi mahalliy fuqaroga tegishli uyning yonida joylashgan va davlat zaxirasida bo'lgan 8 sotiq yer maydonini tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi uchun tuman hokimligi tomonidan tuziladigan ishchi guruh orqali uning nomiga rasmiylashtirib berish evaziga 40 ming AQSh dollari talab qiladi. Lekin ushbu pul mablag'idan 20 ming AQSh dollarini olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan uning noqonuniy harakatiga chek qo'yildi. Nima ish qilasiz? Qishloq xo'jaligi. Lavozimingiz qanday? Yer nazorat. Nima maqsadda olyapsiz? Hujjatlarda rasmiylashtirib berishdi. Davlat to'lovi bormi shunaqa? Yo'q, to'g'ri. Hozirda bosh mutaxassisga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi va 28 orqali 211-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Boshqa holatda esa Sizning mashinangizda yoningizdagi protokoldagi pullar boshqalar chiqadigan bo'lsa, solishtirib, qonuniy tartibda rasmiylashtiramiz. Angren shahar ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi katta tergovchisi o'z ish yurituvida bo'lgan tergovga qadar tekshiruv ishi doirasida fuqaroga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atmaslik va tegishli tartibda chora ko'rmaslik evaziga 10 ming AQSh dollari talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmati va bosh prokuratura huzuridagi departament hamda ichki ishlar vazirligining shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda u so'ralgan pul mablag'idan 5 ming AQSh dollari olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda tergovchiga nisbatan Jinoyat kodeksining 210-moddasi 2-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tergov harakatlari olib borilmoqda.